Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga vibroplashatkalik trambovkalarimiz yetib keldi. Bugungi video obzorimizda ushbu trambovka apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, aytib o'tib ketamiz. Ushbu trambovka apparatlarimizning modeli C90 bo'ladi. Vibroplashatkalik trambovka pastki plashatkasining razmeri 40 ga 60 lik bo'ladi. Motori benzinlik, 170 gilzaporchillik, 7 ot kuchi bo'ladi. Soatiga maksimal 800 grammgacha benzin rasxod qiladi. Benzin tanlamaydi. 80, 92, 95 farqi yo'q. Bu trambovkamiz suvli bo'ladi. Bitta o'zini 7 litr, taxminan 7-8 litrli baki bo'ladi. Bunga suv to'ldirib qo'ysalaring, o'z mana shlankasi orqali bitta o'zi suv sepib berib ketadi. Ya'ni turpoq joylarda changitmasdan bemalol o'sha trambovka qilib beradi. Ushbu apparatimizni ko'pchilik asfalt bosadigan akalarimiz yoki ishlashga qo'yadigan akalarimiz olishadi, chunki asfaltni tagini silliqlab trambovka qilib beradi va asfaltni o'zini bossalaring ham bo'laveradi. Bemalol silliqlab o'sha trambovka qilib berib ketishga mo'ljallangan apparatlarimiz bo'ladi. Bu apparatlarimiz klassik brendiga tegishli, garantiyalari 6 oyga beriladi. Jami vazni 95 kg. Hozir modelini ko'rsatamiz. Mana C90 model. Jam vazni 85 kg, 15 kN, ya'ni 1,5 tonna kuch bilan urib berishga mo'ljallangan apparatimiz bo'ladi. O'zini balonlari bor. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Optim narxlarda qilib beriladi. Bularning narxi esa $350 dan qilib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz 12 viloyat bo'yicha mavjud. Ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kenguru trambovkamizdan ham kelgan. Bu kenguru trambovkamiz asosan betonlarning o'rnini trambovka qilib berish uchun bu sakrab trambovka qiladi. Benzinli bu narxi $400 dan qilib beramiz. Kimga shunaqa trambovka apparatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Optim narxlarda qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.